Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Bugun sizlarga kechagi videoni davomini obzor qilib o'tmoqchiman. Menilarimni. Mana menilarimni ham holati. Ular anchadan buyon turgandi. Endi dyumovchka. Mana triller sortlarimizdan Dunking triller, Robust Chilli Willy, Irish Flirt. Buni go'zalligini qarang, gullarini. Gulini rangiga yashil aralashgan. Mana podснежнигimiz yana tayyorgarlik ko'ryapti gullashga. Neznakomaya zvezda. Lelada. Les Kales. Balance Fallen Angel. Bu ham triller sortlardan. Mana bargini pyostreligi. Mana yana Dunking triller. Triller sortlar juda ham yoqadi. Little Apple, Luna Yaradoga, Aptimara Little Crystal yana gullab boshladi. Bu yoqda esa Envera gullab boshlagan. Mana gullari juda katta chiroyli. Xrustalniy vodopad, bu ham triller sortlardan. Mana bunchada. Cheshirskiy kot. Mana bittasi, mana ikkinchisi. Tagidagi barglari sarg'aygan. Bu eski barglari. Robust Sugar Coupe minilardan bu ham. Avatar. Tropikanka yana gullab boshlagan. Adrian Dark Moon. Bu yoqda Watermelon Snow sorti, lekin bu polo mini. Minilardan emas. Mana Gleeful Elf sorti. Juda ham chiroyli. Opera Dog, bu ham triller sortlardan. Yana u yoqda yana boshqa minilar bor. Minilar juda ham chidamli. Kasalliklarga, issiq sovuqqa yaxshigina chidamli. Faqat bularni mana detkalari rosa kichkina. Mana qo'lga ilashishi biroz qiyinroq. Mana yana bemalol ajratiladigan bo'lib qolgan. Mana shunaqa minilarimiz. Chidamli bo'lishiga qaramasdan detkalarni ajratish biroz murakkabroq. Aziz obunachilarim, minilarim matda ham bor. Keyingi videolarda ularni ham ko'rsatib o'taman.